Qonunchilikka ko'ra, yuridik shaxslarga tegishli yo'nalishsiz taksilar uchun qanday huquqlar berilayotganidan xabardormisiz? Hukumat qarori bilan yuridik shaxsga tegishli yo'nalishsiz taksilarga quyidagi huquqlar beriladi. Yo'lovchilarni olish va tushirish maqsadida to'xtash taqiqlangan yo'l belgisi amal qilish hududida, shu jumladan aeroport va vokzallarga tutash hududlarida to'xtash, aeroportlar, temir yo'l vokzallari, avtovokzallar, usta fondida davlat ulushi 50% va undan ortiq qurilish mollari, dehqon va buyum bozorlari hamda savdo majmualarining pulli to'xtash joylarida yo'lovchilarni olish va tushirish uchun bepul kirish, yo'nalishli transport vositalari uchun ajratilgan maxsus harakatlanish yo'lagi bo'ylab harakatlanish. Bundan tashqari 2025-yil 15-apreldan 2026-yil yakunigacha eksperiment tariqasida Toshkent shahrida turlari transport vazirligi tomonidan tasdiqlanadigan haydovchidan tashqari 4 dan ortiq va 8 dan ko'p bo'lmagan o'rindiqlarga hamda yuqori qulayliklarga ega avtotransport vositalarida o'z-o'zini band qilgan shaxslar tomonidan yo'nalishsiz taksi faoliyatini amalga oshirishga ruxsat etiladi. Bunda o'z-o'zini band qilgan tashuvchilarga litsenziya varaqasi berilganligi uchun bazaviy hisoblash miqdorining 3 baravarida davlat boji to'lanadi. Qadrli yurtdoshlar, agar o'zingizni qiziqtirgan boshqa huquqiy masalalar bo'yicha ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, bizning advice.uz huquqiy axborot portalidan bemalol foydalanishingizni eslatib o'tamiz.